Diqqat! O'zbekistondagi nafaqaxo'rlar va pensionerlar diqqatiga. Barchangiz tezda xabardor bo'ling. Hozirgina ajoyib xushxabarlar e'lon qilindi. 1-iyundan boshlab pensiyalar, nafaqalar qanchaga oshadi? Bola pullari va moddiy yordamlar kimlarga beriladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda to'liq javob topasiz. Hammaning savoliga ushbu videorolikda to'liq javob jamlangan. Videoni o'tkazib yubormasdan barcha O'zbekiston fuqarolari ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasi bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar berdi. Menga qancha pensiya chiqar ekan yoki bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar. Pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnati samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshdagi daromad manbai pensiya muhim o'rin tutadi. Shu sababli barchamiz yoshlik paytida o'zimizning kelgusidagi pensiyamiz haqida qayg'urishimiz kerak. Shu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishimiz lozim. Endi kimlarga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiyani olish uchun erkaklar 60 yoshga to'lganida 25 yil ish stajiga, ayollar esa 55 yoshga 20 yil ish stajiga ega bo'lganida tayinlanadi. Shu talab etiladigan nisbatan kamroq, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Ish stajiga nimalar kiradi? Pensiya tayinlashda ish stajiga rasmiy ishlab, ish haqqi hisoblangan davrlar, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilganlik yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'lagan davrlar ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlab, ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'lagan davri jami 20 yil bo'lganida 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqish imtiyozi mavjud bo'ladi. Bunda yuqoridagi davrlar uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganida fuqarolarning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarishi uchun ta'tilda bo'lgan har bir bola uchun 3 yil jami 6 yilgacha davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi. Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya fuqarolarning fuqarolik rasmiy ishlagan davri va soliq to'lagan ish haqqi daromadi inobatga olinadi. Ya'ni fuqaro rasmiy ishlab, rasmiy daromad olgan sari yilma-yil pensiyaga huquqi shakllanib boradi. Demak, har bir fuqaro ish faoliyati va daromadini rasmiylashtirish orqali pensiyaga tayyorgarlik ko'rib boradi. Barchamiz pensiya yoshiga yaqinlashib qolganida va endi pensiya haqida o'ylashni boshlaymiz. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan, yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar bizni qamrab oladi. Ya'ni endi biz pensiyaga qanday chiqish kerak, murojaat qilish kerak, pensiya qanday hisoblanishi, bunda nimalar hisobga olinishi qiziqishni boshlaymiz. Pensiya tayinlanganidan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarimizda nega menga kam miqdorda pensiya tayinlandi, meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi, yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun pensiya yoshiga yaqin qolgan fuqarolarimiz shunday yoshlarimizga quyidagi tavsiyalar bermoqchimiz. Birinchi, mehnat faoliyatingiz rasmiy shaklda ketayotganligiga, ishlayotgan tashkilotingizda sizga ish staji yozib borilayotganligiga ishonch hosil qiling. Buni o'zingiz mustaqil ravishda my.gov.uz portali orqali tekshirib olishingiz mumkin. Ikkinchi, raqamlashtirish davrida yashayotganimiz hisobga olib, o'z ish beruvchingizdan ish stajingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishini talab qiling. Uchinchi,
Tashkilotingiz tomonidan sizga rasmiy shaklda ish haqqi to'lanayotganligiga e'tibor bering. Bunda sizga hisoblangan ish haqqi haqiqatdan ham qo'lingizga olayotgan ish haqqingiz ushlab qolinayotgan daromad soliqlari jamg'arib borilayotganligiga, pensiya uchun o'tkazilayotgan mablag'lar va boshqalarni doimiy ravishda tekshirib boring. 4. Agarda siz norasmiy shaklda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan holda ro'yxatdan o'tib, pensiya jamg'armasiga belgilangan tartibda ijtimoiy soliq to'lab boring. Bu orada siz ish stajingiz ko'paytirib borasiz. 5. Pensiya qonunchiligiga oid yangiliklar, ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tanishib boring. Kiritilayotgan o'zgarishlar va qo'shimchalardan xabardor bo'ling. 6. Hozirda mehnat faoliyati yuritmayotgan bo'lsangiz, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni raqamlashtirishini so'rab murojaat qilishingiz lozim. Bunda raqamlashtirilgan ma'lumotlaringizni may.gov.uz portalida ko'rib olishingiz mumkin. Mehnat faoliyatingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni hozir raqamlashtirib qo'yishingiz pensiyaga chiqish vaqti kelganida ortiqcha ovora bo'lib yurmaysiz. Yuqoridagi tavsiyalar asosida mehnat faoliyatingizni olib borayotgan bo'lsangiz, pensiya yoshiga yetganda pensiya ta'minoti kafolatlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlar, pensiyaga oid har bir qanday masalalar bo'yicha pensiya jamg'armasining 1271 raqamiga kal markazi orqali savollaringizga javob olishingiz mumkin. O'zbekistonda ko'proq pensiya olish uchun nimalar qilish kerak? Pensiya jamg'armasi fuqarolarga qator tavsiyalarni berdi. O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi fuqarolarga pensiyaga chiqishda muammolar uchramaslik uchun nima qilish kerakligi yuzasidan tavsiyalar berdi. Kimlarga pensiya tayinlanadi? O'zbekistonda yoshga doir to'liq pensiya erkaklarga 60 yoshdan to'lganda 25 yil ish stajiga, ayollarda esa 55 yoshga to'lganida 20 yil ish stajiga ega bo'lgan taqdirda tayinlanadi. Bunda kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi, ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. O'zbekistondagi pensiyalar avtomatik ravishda tayinlanadi. Hech qanday bayonot va navbatlar endi yo'q. 13 fevral kuni Oliy Majlisning Qonunchilik palatasining birinchi o'qishda qonun qabul qilindi. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, 2025-yil 1-martdan boshlab pensiyalar avtomatik ravishda hujjatlarsiz va navbatlarsiz tayinlanib boradi. Bu qanday ishlaydi? Davlat organlarining o'zlari barcha kerakli ma'lumotlarni almashadilar va pensiya yoshiga yetgan fuqarolar, erkaklar 60 yosh, ayollar uchun 55 yoshdan hech qanday pensiyaga chiquvchi hech qanday joyga bormasdan, qatnashmasdan pensiya tayinlanadi. Uning telefoniga SMS keladi, deyiladi xabarda.